Salom, ismim Suhrob va men Janubiy Afrikada yashayman. 2024-yil avgust oyida men bilan g'ayrioddiy holat yuz berdi. Men 9 yoshli qizim Amanda bilan 2 xonali kvartirada yashar edik. Yakshanba soat 2:38 larda hamma chiroqlar o'chirilgan va biz doimgidek uyquda paytimizda kimdir yonimdaligini sezib uyg'onib ketdim. U stolimga tegishga harakat qilayotgan. Birinchi bu mening qizim Amanda deb o'yladim, chunki u ko'pincha kechqurun uxlolmasdi. Keyin men bu yerda nimadir xatoligini sezib qoldim. Bizning kvartiramizda yana bir begona erkak bor edi, chunki men qizimga qaraganda yengilroq uxlar edim. Va men bor ovozim bilan baqirib uni ushladim. Menimcha mening reaksiyam uni bir voqeaga to'xtatib qoldi. Meni telefonim allaqachon uni qo'lida edi. Meni telefonimdan oxirgi vaqtda faqat foydalangan edi. Biz urushib ketdik va ikkalamiz ham qizim yotgan divanga yiqilib tushdik. U mendan keyin qizimga tashlanishini o'ylab qo'rqib ketgan edi va uni yotoqxonaga yetalab bordim. Men uni shunchaki ketishini xohlar edim va shu darajada sarosimaga tushganimda qo'limga nima ilinsa shuni unga uloqtira boshladim. Va nihoyat u eshikni ochdi va ko'chaga chiqib ketdi. Men shokda edim, chunki eshikni qulflagan edim. Lekin keyin bilib qoldim, u hammomxona derazasidan kirgan. Biz 2-qavatda yashar edik va bu yerni yetarlicha xavfsiz deb o'ylaganim uchun bu oynalardan o'tish uchun u yetarlicha oziq edi. Ichkaridan kirib, oldi eshikni ochib qo'ygan, agar unga kerak bo'lsa qochib ketishi uchun. Meni baqirishimni eshitishgan, ammo biror bir qo'shnilarim yonimga tushmagan. Bu voqeadan so'ng men bankka borib, o'zimni Apple kartamni bekor qildirdim. Biz yaxshimiz, endi qaytib umuman yolg'iz bu kvartirada turmaymiz. Shu voqeadan so'ng politsiyachilar bizni qishloqdagi har bir uyni tekshirib chiqishdi. Butun qishloqda faqatgina men uyg'onib ketgan edim. Qolganlar esa ancha qimmatli narsalarini yo'qotishgan edi va bir kun ertalab bir o'g'ri o'lik tarzda topildi. Bu murdani men o'z uyimga kirgan o'g'ri deb bilmadim va bu hayotni o'zi tilab oldi. Bu menga qiziq emas.